Afsuski, birgina semizlik sabab bugun 38 yoshli yosh inson endi oramizda yo'q. Bunga birgina semizlik sababchi. Bu videoni barcha ko'rish kerak, ogohlantirish, ayniqsa ortiqcha vaznli insonlarga yubormayamiz. Bu inson 38 yoshda bo'lgan, qo'shnim, yillar davomida ortiqcha vazndan shikoyat qilgan va katta qorin qo'ygan. Va ichkilik oqibatida jigarni ham qattiq shikastlagan. Buni oqibatida kuchli buyrak yetishmovchiligi, jigar yetishmovchiligi bo'lib, 5 kun davomida komada yotib, bugun joni uzildi. Va nima uchun jonim achishib hammaga murojaat bilan chiqdim. Albatta sog'lig'inglarni qadriga yetinglar. Ortiqcha vazn bormi, davolanishga harakat qilinglar. Ratsioninglarni to'g'rilaylar, uyqunglarni to'g'rilaylar. Ayniqsa hozir hammada gipodinamiya, ya'ni kam harakatli sport bilan shug'ullanish odat qilinglar, odat tusiga o'zgartiringlar, odatlaringni o'zgartiringlar, o'zinglarni o'zgartiringlar, sog'lig'inglarni borda qadriga yetinglar. Bu videoni barchaga tashlab qo'yamiz.